Вкусно? Очень. Zo'r. Zo'r. Rahmat opa. 100 ming bo'lsam, keyin Buxoroga boraman deb o'zimga va'da berdim. Hozir bizda 82 ming. Agar meni sog'ingan bo'lsalaringizlar yoki женская солидарность, поддержкалаringiz bo'lsa, obuna bo'lib qo'yinglar. Men ham chiroyli videolar, retseptlar bilan sizlarni xursand qilishga harakat qilaman. Bugun bizda Napoleon tortini eng tez retsept. Bu uchun bizga слоёное дрожжевое тесто, xohlasalaringizlar manday sotib olinglar. Keyin sливочное масло, сгущенное молоко и vanilin. Testani 200 gradusga 15-20 minutga duxovkaga qo'yamiz, to ko'tarilgancha. Krem uchun qolgan ingredientlarni mikserda взбивать qilamiz. Bir pachka sливочное масло, bitta сгущенное молоко hammasi и bitta vanilin. Testamiz pishgandan keyin mana shunaqa bitta ajraladi, chunki слоёный, shu uchun ajratib bitta qilib qo'yamiz. Hamma narsa tayyor bo'lgandan keyin har bittasini sloy qo'yib chiqamiz. Bitta testa, bitta krem, bitta testa, bitta krem. Bu juda ham oson va tez. Bo'lganingizdan keyin korочкаlar qoladi и ustidan mana shunaqa sepib chiqamiz. Keyin agar shokolad bo'lsa, shokoladni, agar nutella bo'lsa, undan ham zo'r. Mana shunaqa eritib, ustiga chiroyli qilib bezab chiqamiz. Va где-то 1 soatga dam olishga xolodilnikka qo'yamiz. Sizni uyaltirmaydigan, juda mazali hamda tez Napoleon tayyor.